Spark mexanika mashinalarida pultdan mashina zabt qilganingizda xuddi shunaqa zamok chirog'i yonib turib, lekin mashina zabt bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'rib turing. Shuni nimadan zabt bo'lmayotgani sababini ko'rsataman. Mexanikalarda datchik qo'yiladi. Mana bu yerda mana datchikni rostlam xamuti surilib qo'ygan. Bu mana bu temirga kontakt berish kerak. Mana bu o'ynab qo'ygan. Shuni shunday turgan holatda xamut to'g'irlab turib qotirib olamiz. Buni даже ko'pincha barri yechmasdan turib ham hal qilib yuborsa bo'ladi. Shunda mana qopqog'ini bitta tortsak, orqasida shtekir bo'ladi. Shu shtekir chiqazilinadi. Bu yoqqa olsak, keng joy bo'ladi. Mana shunaqa ochuv joy bo'ladi. Muzilgan bo'lishi ham mumkin. Mana shu xamut bo'shab, joydan surilib qolgan bo'lishi ham mumkin. Hozir qotiramiz, mana shu xamutni o'ynayotibdi. Keyin tekshirib ko'ramiz. Mana xamutimizni qattiq qilib qotirib oldik, bir-biriga tegib turibdi. Bu skorskimni tiqilganda kontakt bir-biridan uziladi, mashina zabt bo'lmaydi. Xalostoy qilganda bir-biriga tegadi, zabt bo'ladi. Hozir endi zabt qilib ko'ramiz. Zamok yondi. Mashinamiz pultdan zabt bo'ldi. Videomiz siz uchun ozgincha bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, akalar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham foydali videolar qo'yishda davom etamiz.